Kim qabrdan oxirgi bo'lib chiqsa yutadi. Challenge olamiz. Bu bizda 3 ta qabr bor va har bir qabrga bittadan ishtirokchi kiradi. Maqsad esa qabrdan oxirgi bo'lib chiqish. Bunaqa qabrda yotishni oson-ku. Kerak bo'lsa men bir hafta yotaman deyishim mumkin. Lekin biz bunga qarshi narsa olib qo'yganmiz. Ya'ni bizda 24 xil sirli narsalar bor. Biz har bir raundda xohlagan sonimizni tanlaymiz. Masalan, men 10 son tanladim. Bu menga ilon tushishi mumkin. Va biz shunaqa noodatiy narsalarga chidab qabrning ichida yotishimiz kerak bo'ladi. Va kim oxirgi bo'lib mana shu qabrdan chiqsa, o'sha 10 million so'm qo'lga kiritadi. Va birinchi bo'lib mana shu qabrdan qochib chiqqan qo'rqoqni esa biz mana shu o'rmonga tashlab ketamiz. O'ylashim bo'yicha qoidalarni to'liq tushundinglar. Ana endi bu videoni ham boshlasak bo'ladi. Do'stlar, hozir biz 1.900.000 obunachiga erishamiz. Ekrandan va bani qo'ydi o'rtoqlar. Omonxon YouTube kanalida 1.900.000 obunachi bor. Va endi navbat 2 million obunachiga erishgan. Va 3 ta qoldi. Bittagina qoldi va do'stlar, men 2 million obunachiga erishim uchun aynan sizni obunangiz yetishmayapti. Shuning uchun ham hozir obuna bo'lib qo'ying. Chunki sizlar Omonxon YouTube kanaliga obuna bo'lish bilan mendan mana shu 6 ta sovg'a yutasizlar. Bularning ichida 2 ta YP'ngi sumka, 2 ta Honor'dan naushniklar va 2 ta YP'ngi telefon. Lekin bularni yutib olishning atigi 3 ta sharti bor, tez tushuntirib o'taman. Birinchi sharti Omonxon YouTube kanaliga hoziroq obuna bo'ling. Ikkinchi sharti kommentariyaga telefon Honor bo'lgani uchun albatta Honor deb yozib qoldiring. Va uchinchi shartimiz Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Chunki konkurs o'zi Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanalda esa men kommentariyada qoldirgan bo'laman. Yakshanba kundan boshlab Telegram kanalimda konkurs boshlanadi va bu sovg'alar birin-ketin sizlarga topshiriladi. Va endi bo'lmasam, sizlar mendan so'ragan yana bir ekstremal challenge-ni boshlaymiz. Va endi bo'lmasam, navbat mana shu energiyaga boy videoni boshlashga. Va bu videoda Bobrillo, Maqsudjon va Umid sariq qatnashadi. Va tabiiyki men ham. Va hamma bo'lmasa o'rtoqlar, videoni cho'zmaymiz. Bu videoda kim boshlovchiligini aniqlab olamiz. Ya'ni biz hozir birin-ketin mana shu challenge-dan qog'ozlarni olamiz. Agarda kimga hakam degan yozuq tushsa, o'sha mana shu videoning hakami bo'ladi. Va qolganlar esa mana shu qabrlarga tushib qiynaladi o'rtoqlar. Va hamma bo'lmasa birin-ketin tanlaymiz. Va birinchi bo'lib Bobrillo tanlaydi. Hakam bo'lishni real xohlamayman, chunki qabrga yotib, qo'rqib, qiynaldim kelmayapti. Hamma shunaqa bo'lgisi kelyapti hozir. Qog'ozni oxirida hammamiz birga ochamiz. Va men ham mana shu qog'ozni tanladim. Va ana endi Maqsud va men hakam tushishni xohlayapman, chunki o'tgan safar meni Omoniki juda ham qattiq qiynagan edi. Oldim mana. Umid oxirgi qolgan. Menga esa prosta qolgani va bu hakam. Xo'p, qani ochchi bo'lsa Umid? Va Umidga tushgan. Qabr. Demak, Umid hozir qabrga kiradi va ana endi bo'lmasam, men ochaman. Iltimos, o'tgan safar hakam tushdi, mazza qildim. Bu safar hakam tushsa, prosta mazasini qo'shaman hammasini. Va menga hakam. Vamos! Menga ham qabr tushdi va ana endi men qabrga kirganman. 1 million beraman. Kimda hakam qog'oz bo'lsa, almashtiramizmi? Menda bo'lsa o'ylab ko'raman. Va hamma Bobrillo iltimos hakam tushsin, chunki hakamni sota olaman. Va Bobrilloga Qabr! Demak, bu Hakam tushdi, hakam. O'rtoqlar, menga hakam tushdi. O'tgan safargi qiynalganlar haligacha esimdan shunaqa achchiq ketchuplar to'kilgani. Shuning uchun men endi o'zim hammasidan alamimni olaman. Qani, davay. Qabrga. yo'q. 1 million bersam yo'qmi? Yo'q, men baribir sizni qiynashim kerak. Men sizdan qasdim bor. Va hamma o'rtalarim albatta like bosinglar, chunki bu videoning 3-qismi ham bo'lishi kerak deb o'ylayman. Va agar sizlar bu videoning 3-qismi chiqishini xohlasanglar, hozirroq 88.000 like yig'ib beringlar mana shu videoga. Va nafaqat like, chunki sizlar like juda tez urib qo'yasizlar. Davayte yana bitta sizlarga vizif mana shu videodan rovna 20 mingta yangi obunachim kelish kerak. Chunki men obuna bo'lmasam o'tman mana shuncha odam ko'ryapti va bulardan atigi 20 mingtasi obuna bo'lib qo'ysa, demak bu videoni davomida sizlar shunaqa qattiq kutayotgan bo'lasizlar. Va aynan sizlar mana shu videodan qancha odam obuna bo'lganini ko'rishinglar uchun esa men kommentariyada har safar shu qancha odam obuna bo'lgan bo'lsa, o'sha sonni yozib boraman va qachonki 20 mingdan oshgandan keyin esa men bu videoni yana bir yangi qismini chiqaraman. Va o'shanda men mana shuni qiynayman o'rtoqlar. Hozir esa men qiynalaman. Hamma ber qizil kiyim menga. Va anil bo'lsa navbat ko'mishga va birinchi bo'lib Umid ko'miladi. Davay jigarim. To'xtanglar, hamma so'rayotgandir, nega bu yana qatnashyapti deb. Bu safar yutaman. Yutishga keldim to'g'rirog'i. Hech kim so'ragani yo'q, hamma o'z-o'zidan xursand qoldi. Короче, men yana shu la'nat qabrdaman, lekin bu safar yutaman. Go. Oy. O'zimda hayajon katta, chunki umrimda birinchi marta bunaqa vaqtda videoda ishtirok qilaman va qabrning ichida yotaman. Yo'qman bo'ldimi? Atching, davay sizdan kiyman. Davay, tushavering bemalol. Brat, umuman qiynalmaysiz. Yaxshi yotasiz. Menga yordam beringlar. Ana endi meni navbatim. Va endi bo'lsa navbat o'rtoqlar. Men o'zim ham tushishimga. Davay, qani. Lekin ichi o'ylagandan tor ekan. Yo, shoshilib yotib ko'ring, yopma, iltimos yopma. Voy, bular, вообще qo'rqinchlikku bu. Hamma bo'lsa o'rtoqlar, ana endi sizlar bu challenge-ni haqiqiy g'olibini ko'rasizlar. Ketdi! Ya. Va keyin Maqsud bitta-bittalar bizani ko'mishni boshlaydi. O'rtoqlar, o'sha meni ko'mishyapti. Va sekinroq ko'minglar. Nihoyat o'rtoqlar, nima bo'lgan taqdirda ham hoziroq like bosib qo'yinglar. Xuddi boya aytayotganimdek, agarda mana shu videoda menga 20 mingtadan ko'p yangi obunachi kelsa, men bu videoni keyingi qismini chiqaraman va bu qismida men 100% Maqsudni qiynayman. Yordam!
man. Naritda brat baqirib yotibdilar. Biz endi opitnimiz shunga. Birinchi marta emas, bu safar sizlarga va'da beraman, yutaman. Oxirigacha vashcha chiqmayman. Shuning uchun oldindan kommentariyaga tushib, umid omadli yutadi deb qo'yinglar. Ikmayman a. O'zi ustimdan ko'ryaptilar, eshityapsizmi? Bu yerda ovozda prям maksimal darajada qattim eshitiladi ekan va real qo'rqinchli. Eng qizig'i bu ham tor ekan o'ylaganimdan. O'zlaringiz ko'rasiz, shuncha mehnat qilib, qo'rqib kontent olamiz, poyatma hozirgina like bosib qo'yinglar. Va endi o'rtoqlar hamma o'zlarini qabriga kirib olishdi. Mana buni qaranglar. Omon akani qabri mana shu yerda turibdi. Tegma qo'rqinchli ovoz chiqyapti. Va endi hozir ketma-ketlikda bular menga bittadan son aytishadi. Men o'sha songa tushadigan narsalarni bularga tashlayman. Va birinchi bo'lib biz Umiddan boshlaymiz. Umidjon, Assalomu alaykum. Qabristonsky brat. Voy. qani o'zingizga endi bitta son ayting. Keng shu birdan boshlay qolaylik. 1 Da bir Umid. qani hozir ko'ramiz. ish qilib yaxshilikka bo'lsin-da. Birini tanlaganim ataylab birga qo'rqinchli narsa qo'yishgan bo'lsa ham. Ish qilib umidga jirkanch narsa tushsin. Chunki qancha ko'p umidga jirkanch narsa tushsa, menga shuncha oddiy narsa tushadi. Давайте. Va Umid birinchi son aytgandi. Birinchi sonda roltli suv. Qani ketdik. To'kli suv deyishdimi? Oy. Umidjon, tayyormisiz? Tayyorman. Oy, qanaqadir aynib yotgandek. Muncha muzdek. Umid bechara. Umidga roldan tushdi. Men uni to'g'risi aytsam yevorardim даже. Mana oling sizga. Oy, juda ham mazza qilib ketyapman bori o'rtoqlar. Qayerdan ham birini tanladim, endi sovuq qotib o'tiraman. Sochimdan lapsha suvlar oqib yotibdi. Belyaq. Va endi navbat Omon akaga. Ay, maqsudda menda alimi bor. Ataylab shunaqa qotdi, ishoninglar. Omon aka, Ha! qani bitta son ayting endi. Xo'sh, qo'rqmayman va yaxshi ko'rgan sonimdan boshlayman. Men yaxshi ko'rgan sonim bu 5. Shuning uchun ham men 5-sonli sirli narsani tanlayman. Qani hozir 5-sonni ko'ramiz. Va 5-sonda oy. Nima u? 5-da mayonez ekan. Maqsud, jigarim, nima u? Ay, iltimos qo'rqaman. O'rtoqlar pirshish uchun bu qanaqa tor joy. Bidim bo'lib sas ketishi mumkin bu narsa. Oy, mayonez. Yo'q! Bilsangiz o'tgan safar menda ketchup tushgandi. Bu safar sizga mayonez tushibdi. Mayonez. Ko'rdingizmi? Baribir alamimni olar ekanman sizdan. Hop, chiqqa unaqa qilma, iltimos. Qani? 1 2 3. Voy, sas o'tdi. Ay, yuzmeting Mana. Ovoqonni yomon qiynashyaptilar birinchi. Men kulog'im meni ham jalim keladi hozir, meni ham jalim keladi-yu. Bu videoni 3-qismi bo'lishi kerak. Va 3-qismda kerak biz g'urrom qilib bo'lsam, o'zim hakam bo'laman-da. Maqsudni qiynayman. Buni qaranglar, o'rtoqlar. Mayonez shunaqa sasotdi va men burnimni qichitdi sasig'i. Shunga yutalyapman. Ana endi Babrelloga navbat. Babrello. Yo. Birdan 24 gacha bo'lgan son tanlang. 17. 17. Va do'stlar, hozir ko'ramiz Babrelloga nima tushganini. Va Babrello 17-raqam tanlagandi. 17-raqamda oy, baliqlar ekan o'rtoqlar. Baliqlar ham endi shunaqangi sassiq surog o'tib ketgan baliqlar. Qani hozir endi Babrelloga o'sha narsalarni tashlaymiz. Va o'rtoqlar, mana buni qaranglar. Aynib qolgan, sasib qolgan baliq. Bechora Babrello! Sizga kechki ovqat olib keldim. Real baliqmi? Ana! Oy. Do'stlar, nimagadir birinchi raundda hamma qiynalyapti. Lekin o'ylashim uchun qolgan raundlar ham bundan oson bo'lmaydi. Va eng qizig'i o'rtoqlar, biz bu safar bu videoni quyosh botayotgan davomimiz. Ya'ni tushunish uchun bu video oxirigacha hammamiz tunda qabrda qolib ketgan bo'lamiz. Chunki buni men bu videoni birinchi qismida va'da bergandim. Va shuning uchun ham endi qo'rqaman o'rtoqlar, chunki kechqurun qabr ichida mamlakat ustida narsalar bilan yotish har doim ham qo'rquvsiz bo'lmaydi. Qale, Babrello, zo'rmisiz? Meni bunchalik katta sassotgan baliq olib keldinglar. Chiqib ketish niyatingiz bormi, yo'qmi? Hozir yo'q. Hali shunaqangi qiynayman Babrello. Bularni hammasi chiqib ketadi va mana shu o'rmonda bir kishi yolg'iz qolib ketadi. Ha? Buni yesa bo'ladimi? Men real qornim ochadi. Bu muzdek lapshani ustimdan olib tashamasam bo'lmaydi. Hatto tarelkaga o'xshab qoldim. Ustimni tozalab turing mayli. Har holda madaniyatli o'likmiz-ku biz ham. Do'stlar, mana baliq yonimda yotibdi. Sassib yotibdi, sassib. Va endi Omon akadan so'raymiz. Omon aka, nima chiqib ketish niyatingiz bormi yoki hali ham taslim emasmisiz? Men bu o'yinga yutishga kelganman. Faqatgina boshdan mayonez tashlabsan, xato qilding. Ha, mayli, hali shunaqangi qiynoqlar oldinda sizni kutib turibdi. Bilan yo'q.
Yo'q, Maqsud. Xuddi shu paytda stop. Agarda sizlar mana shu videoga 88 mingta like yig'ib va aynan mana shu video orqali Omonxon YouTube kanaliga 20 mingdan ortiq odam obuna bo'lsa, biz bu videoning keyingi qismini chiqaramiz. Shuning uchun ham hozirroq like bosing va obuna bo'ling. Like'larni video ostida ko'rib turishingiz mumkin. Bu videodan qancha obunachi kelganini esa men har kuni kommentariyda yozib boraman. Shuning uchun ham aktiv bo'linglar. Chunki men bu videoning keyingi qismida Maqsudni qiynamoqchiman. Ana endi Umiddan so'raymiz. Umidjon, chiqib ketish niyatingiz bormi yoki yo'qmi? Shuni ayting. Yo'q, конечно, brat, men bugun yutishga kelganman, yutishga. Nimagadir bugun hech kim chiqib ketgisi kelmayaptimi? Ana endi bularni juda ham qiynoqli narsalar kutib turibdi. Do'stlar, qisqacha sizga hozir ketib ketmoqchiman. Men bu yerda bir haftalab yotdim kelyapti. Buning uchun meni qornim ochganda ovqat bo'lishi kerak. Menga baliq tushib qoldi. Baliqni nima qilamiz? Biz yeymiz. Mana baliqni ochdim-da, yeb ko'ramiz hozir. Men oxirida yutib ketaman degan umiddaman, chunki ularni qorni ochib chiqib ketishi mumkin. Men esa baliqni yeb o'tiribman. Bobrella! Chotam! Icho, sizga nima tushdi? Baliq! Sassib yotibdi! Qanaqasiga sassigiga chidayapsiz? Prosta qornimni to'ydirish uchun hozir yeb o'tiribman. Korоче, do'stlar, meni nastroyimni tushundilaring. Men bu yerda yutib ketaman. Даже mana shu o'lgan baliqni ham yeb beraman. Shuning uchun ham do'stlar, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin, xo'pmi? Bu kanalda 2 million bo'lishga ozgina qoldi. Поэтому hozirgina bitta knopkani bossanglar, hayotingizda hech nima o'zgarmaydi. Bizda esa chotki kontent chiqadi. Tushundilaringmi? Davayte. Va o'rtoqlar, mana endi ikkinchi raund boshlandi. Umiddan yana so'raymiz. Umid, Ho, birdan 24 gacha bo'lgan yana son ayting. nechi sonni yaxshi ko'rasiz? 7. 7 ni tanlayman tagda. Umid 7 ni tanladi o'rtoqlar. 7 da ilon bor dedi desam, ha? Umid 7 son tanlaganda. 7 da murch ekan. Bratim, yaxshi narsami u? Hozir sizga nimaligini tashlayman, o'zingiz bilib olasiz. Burunga kirib ketadigan narsa emas bu. Qani mana, ketdi sizga sovg'ingiz. Murch edi o'rtoqlar, murch. Ana bechoringni apshurib bo'ladi. Burniga kirib ketsa ketdi-da o'rtoqlar. Ko'zlarimga kirib ketdi. Shuncha qiyinchiliklardan keyin bitta like bosib olmasanglar bo'lmaydi, qaranglar. Ko'zimni ochamayapman. Nafas olib bo'lmaydi, tasavvur qilmayapman. Burunlarim, ko'zlarim ochib yotibdi, borib. Baliq yotganida qornimni to'ldirib oldim. Qornimni to'ldirib oldim. Eshitishim bo'yicha o'rtoqlar, aynan mana shu qabrlarning joyida oldin haqiqiy qabriston bo'lgan ekan. Bu qanaqa qilib bular yotibdi deb o'ylayapman-da. Yotgan joyda shunaqa suyak Unaqa chiqib nima? qolsa. Hozir har xil ovozlar yotdi. Omon aka, Nima? nima gap zo'rsiz? Yo'q, sassib yotibman. Birdan 24 gacha bo'lgan yana bitta son tanlang. Menga 10 soni. Qani ko'ramiz 10-raqamda nima bor ekan. Va hozir o'rtoqlar, mana bu turbadan narsa tushadi. Uni yopib qo'ymoqchiman, lekin baribir ham o'g'irromda bu. Va Omon aka 10-raqamda tanlagandi. 10-raqamda olma bo'laklari. Oy oy. Oy oy oy, men Omon akani qiynamoqchi edim, lekin Omon akaga yaxshi narsa tushdi. Hammanglar endi 10-raqamda tushgan olma bo'laklarini tashlayman. Oo, qorningiz och qolmadimi, mabodo? Mana sizga unda badarka. Olma bo'laklari. Mazza qilib qorningizni to'qlab oling. Hamma yog'iga mayonez sachatib olmalar bilan. Shunaqangi mazza qilyapman. Men bularni qiynab. Men qiz bo'lmay qaraylik, ko'r bo'lmay yemayman. Men endi Babreloni ham qiynayman. Nima toz ekan? Mayonez ham tamki. Oy yo'q, qabrchasini qaranglar, qabr toshchasini. Babrello. Yo, Birdan 24 gacha bitta son tanlang. 21. 21-narsada hozir qani ko'ramiz nima bor ekan. Davay. 21-raqamda gel. Oy oy oy, o'rtoqlar